Hoji aka. Hoji aka. Xudo xolasa yo'l bo'lsin, qayerga boryapmiz? Inshaalloh Sangarda mana shu yerdan dam olsa bo'ladi, latapchanlarga. Ha. Mana qancha odam dam olyapti, ko'ryapsiz? Assalomu alaykum hammaga. Mana do'stlar bilan yig'ilib Sangardagi qarab yo'l oldik. Xudo xolasa bozorlik qilib, chiroyli bir o'tirmoqchimiz. Polvonlar guruhi. Hammaga assalomu alaykum. Bu Hoji bobo siz nima deysiz? Hammaga sog'lik, hammaga she'rlarga kelishdi Alloh. Necha bor nasib qilsin. Bu 100 yilda. Necha Bu 100 yilda. mana balkonda ham odamlarimiz bor. Assalomu alaykum. Turg'izing. Domilla bilmay uxlayapti. Domilla turing. Domilla uxladi, ha? Domilla bo, nima gapingiz bor? Qayerga kelyapsiz o'zi? Bilmayman deng. Qaq kelib qoldik ey. Hoji aka o'zingiz ayting, domilla bilmayapti qayerga kelayotganimizni. Shu o'rtaga keldik. Joningdan. Ha, mana. Xudo xolasa mana Sangarlarga kelyapmiz. Juda chiroyli joylar ekan. Bahavo joylar mana. Kamiga tabiiy havo nafas olaylik deb mana tepada panorama ham ochilgan. Ha, panorama ham polni ochilgan mana tog' manzara. Mana Hoji akamiz rolda. Zarif Hoji aka bilan nima deb yoring? Bir 10 martalar keldingmi shu yerga? Ha, shunday. Moskvadan keldi Zarif hoji ham osh bo'lsin ey shu tog'larga deb. Oldingi safar bu yoqqa keldi. Akaga qoyil qolish kerak lekin, ha? Qoyil qolish kerak. Ha, aka ham endi bir tug'ildi-da bir 100 yilda bir. Shunday. Mana shogirdi baxshi aytganda 100 yilda bir tug'adi, billaylar deyilasiz. Mana men ham o'zim ham she'rda. Yo'llarni qarang, yo'llarni ko'rsating, qancha chiroyli. Ha, bu yo'lni qaraganda Tog'dagi yo'llar. Xuddi Toshkentning trassasidagi. Ha. Bu yo'l nima? Qo'lni kafti nima deng? Moskvada yo'q bunday yo'l. Imkatda yo'q bunday yo'llar. Shunday. Ha. Qolaversa mana bu yerda Sangarlikdan tushib kelayotgan daryo ham bor ey. Yo'llar ham tekis. Sadir do'st, shu nariyoqqa yashamay, bu yoqqa yashamaysizmi? O yoq ham yaxshi aka, o yoq endi o yoq bahorlar yaxshi-da. Kimdir yashash kerak-da o yoqda. To'ppa to'g'ri gap. Bahorda yoqqa boramiz, yozga bu yoqqa kelamiz, shunday. Yo'q, men o yoqda